Janubiy Koreyadan vlog sizlarga. Bu videoda men sizlarga Janubiy Koreyada magistraturada ayniqsa oxirgi imtihonlar bo'ladi. Bugun mana shunaqa imtihondan ikkitasi bor. Hozir tayyorgarlik ko'rib o'tirdim o'zi. Litsey davrim eng zo'r davr bo'lsa ham hech qanaqa video yo'q qo'limda. Aynan shunaqa muammo kelajakda bo'lmasin deb endi mana universitetdan kursdoshlarimni ko'rsatgan holda, universitetlarimni ko'rsatgan holda birgalikda topshirib olamiz. Aytdim sizlarga imtihonlar finals keldi deb. Bu investment theory hozir mana birinchi imtihonim soat 9 da boshlanadi. Bular cheat sheet ko'rib turgan narsalar, bu yozib berilmasdan chiqqan chapterlarga bo'lingan, mashinalarni ishlatgan holda formulalarni imtihonni yechamiz agar nasib qilsa. Shunaqa gaplar bo'ldi. Uyimda boshqa o'zgarish yo'q. O'sha o'y bitta xabaringlar bo'lsa kerak, men hali ham Inchonda turibman. Agar mana hozir soat 6 da yo'lga chiqsam, o'zi soat 8 larga boraman. 8 larga borsam o'zi kursdoshlarim bilan gaplashib, imtihonlarga tayyorgarliklar qalay bo'ldi, mulohazalashgandan keyin o'zi imtihon boshlanadi, vaqti ham kelib qoladi. Chunki yo'lga chiqish kerak. Videodan olishdan asosiy maqsad universitet davridan yaxshi xotiralar qolishi. Umid qilaman sizlarga ham video yoqadi va sizlar ham ko'rib olasizlar. Magistraturada imtihonlar qanaqa topshiriladi. Bo'lmasam hozir biza investment theory darsimizda final examni topshirdik. Mana professorimiz. Professor, do you want to say anything to the Uzbek people? We have many Uzbek students here, and I hope you all have a good luck in your future careers. Yeah, thank you so much. And the exam was really hard, Professor. It wasn't hard. I mean, it was based on the homeworks. I had some lack of time, I think, but it was good. I think all of the students learned a lot, Professor. Thank you so much. Thank you. Bu yoqda Abduniki sal kech qo'yaptilar. Abdushi harakat qilishyapti, ko'ryapsizlar qanaqa qiynaladi bizning studentlar. Mana shu to'lig'ida hozir hamma tugatdi. Mana Abduniki oxir bo'lib berdilar. Qalay bo'ldi Abduniki? Yaxshimi? O'ta qiyin bor. Nima qiynaldi? Hozir soat necha Sherzod? Hozir soat 10 dan 41 minut o'tdi. Endi 12 da keyingi imtihonimiz bor, o'shanga tayyorlanamiz. Bu bizning Vyetnamlik kursdoshim mana. No, stand. It's for vlogging. It's okay. It will be memory. How was the exam? Was it good? Not bad. I believe that I can get the A grade. Do you want to say anything to Uzbek people? Hi, Salom. In Vietnamese? In Vietnam, in Vietnamese, Yeah. chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ hạnh phúc vui vẻ. And say assalamu alaikum. Salom. Assalomu alaykum. No. Assalomu alaykum. Yeah, good. Bu Vyetnamlik kursdoshim havo bo'ladi. Hozir imtihon tugagandan keyin imtihonga qarab ketamiz. To'g'rida mana G'ofur bor. Mana litseydan o'rtog'im G'ofur. Qaraydi imtihon. Yo'q, 7 ta ishladim. 7 ta ishladingmi, ko'chirdingmi? To'g'ri. Ishladim. Ishladingmi? Qolgan 3 tasini ko'chirdingmi? Yo'q, bo'ldi 7 ta yozdim. Ha, bo'ldi. Bu Sejong hozir mana bizning binoni hozir mana ko'rishingiz mumkin. Tepa qismi mikrofon taqish esidan chiqib qolibdi, hech nima qilmaydi. Don't make it ugly. Don't make it ugly. What? Okay, bye. Sherzod. Charchaganman, ko'zim qizarib ketgan qilmaganmiz. 24 soatdan beri. 24 soat. O'tgan kuni Kofeymi beringmi? Ne oldingiz? Timurga qalay bo'ldi imtihon? Rahmalay bo'ldi. Hozir biz lounge kutib oldik. Yonimda Muhammadjon bor. Oldin ham birga olganmiz videoga. Hammaga assalomu alaykum. Qanday bo'ldi imtihon? Yaxshimi? Imtihonlar a'lo darajada. Bo'lmasam hozir bitta biz aylanib hamma kursdoshlardan intervyu olib chiqamiz. Aytganimdek, bu videoning maqsadi hamma kursdoshlarni eslash kelajakda. Вообще baqir-chaqir bo'yotibdi. Hamma hozir imtihonlarga tayyorlanib o'tiribdi. Duotini hamma challari gaz otib o'tiribdi. Birinchi bo'lib Samandarchi bilan boshlaymiz. Samandar, qalay bo'ldi imtihon Samandar? Imtihon zo'r bo'ldi, xudoga shukr. Necha ball kutamiz imtihondan? Imtihondan 90 plus, nasib xudo xohlasa. 90 plus. Nechtasini o'zingiz ishladingiz endi? 5tasini 10 tadan 11 tasini o'zim yechdim. 101 ball oladilar degani. Bu yoqda Zarnigor opamiz o'tiribdilar. Zarnigor opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Turmisiz? YouTube vlog. Yaxshimisiz? Rahmat. Necha ball kutyapsiz endi investment teoriyadan? A+. A+mi? Nechtasini o'zingiz ishladingiz? To'rttasini. Yo'q, past gapirmang. 10 tadan 4 ta ishlagan A+ oldim. Katak. Hop, Zarnigor uyalyaptilar, mayli, davom etamiz. Muhriddinov keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamadingizmi? Siz Qalay bo'ldi imtihon Muhriddin? imtihon bo'ladi, taksini nariman. Siz oldinda kichkina bo'lib qolmang, cho'killab turing. Bunday qilib turing. Ha, shunaqa qilib turing. Juda past bo'lib qolmang. Nechta ishlash savol berasizmi? Menmi? Menga Sizmi? Ha. Qiziq Men emas. 10 ta ishladim xolos-da, yetmay qoldi. Qiziq emas nomani. Nechtasini o'zingiz ishladingiz?
10 bittasini o'zim. 10 bittasini. O'qituvchiga bitta savollama yozishdim, shu ishlasin. Assalomu alaykum. Muso aka, yaxshimisiniz? Rahmat. O'zi Stressli paytlar, imtihonlar, bo'ladi, yaxshi hammasi. hammasi yaxshimi? Hammasi under control. Okey, normal. Necha kutamiz investmentdan? Investmentdan endi xudo xolasa 100 olardik agar o'qiganimizda. Bu semestr olmadik-ku. Bu yerda bizda Abu Bakr bor. Abu Bakr, fikrlaringiz? Nima to'g'risida? Farqi yo'q, любой narsa. Koreyaga kelinglar, kuniga 100 dollardan topasizlar deb. Fikrlaringiz Sardor, любой narsa haqida farqi yo'q. Dotami, kontrmi bo'laveradi. Imtihon yaxshi bo'ldi. Azonjon aka, yaxshimisiniz aka, qanaqasiz? Vlog olish boshladik, hamma ketib qolibdimi? Bir og'iz gapingiz aka. Serqosh yetib berasizmi yoki? Kecha statistikadan imtihonda o'tiribmiz. Qattiq ishlab o'tiribman-da. Azonjon aka, Madhiyani 3-kupleti nima bilan boshlanardi deyaptilar. Topdik. Hamma imtihon siqilib ishlab o'tiribdi. Azonjon aka serqosh yozib o'tiribdilar anaqa qilib. Qatdan keldi-ki ideya serqosh yozish? Bekorchilikda. Bekorchilikmi? Lekin apli solib chiqamiz baba. Sajin tur o'rta. Assalomu alaykum, dear course mates. This is a small vlog for the YouTube and it's for ourselves, not for anyone. So we will be watching the video and remembering the final exam period, etc. Alright? I'll be sharing the video link with you as well. Farangiz o'zbek kursdoshimiz ham bor bu yerda. Assalomu alaykum Farangiz. Yaxshimisiniz? Yaxshi, rahmat. Imtihon haqidagi fikrlaringiz? Bo'ladi, yaxshi. Yaxshimi? Necha kutamiz? Sri Lanka va Pokistonlik kursdoshlarimiz ham bor ekan. Then I don't want to bother you guys. Thank you so much. Good luck on exams. I hope everyone gets A+, which is very unrealistic as well. Subscribe guys, subscribe YouTube. Ernazar bor ekan. Assalomu alaykum. Bro, how are you? Doing good? Timur aka, faqat siz chiqib qolyapsiz men oldimdan. Assalomu alaykum. Vlogga chiqmayman deb men ketimdan yuribdilar, men kameraga olib. Yana men o'sha. 2001-yil akamiz, agar kandidatlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Bo'ldi, men shu yerda. YouTube vlog guys. Don't be shy guys. Bu yerda kursdoshlarimiz uyalishyapti. Mana qiz yomon uyalyapti. Hello. I just saw that you were so shy and I wanted to ask a couple of questions. I'm so sorry in front of many people, so maybe. Just say salam to Uzbek people. Salam. So, Salam, yeah, it means hello. salam. How was the exam guys? It was somehow good. 50-50. Bu yerda akalarimiz bor, Adham aka, Abror aka. Aytmoqchi bo'lgan любой gapinglar kerak. Xohlasanglar imtihon haqida, xohlasanglar universitet, xohlasanglar motivatsiya berish farqi yo'q. Bizdan oldingilar nima deyishdi? Bizdan oldingilarmi? Yor chiqdik, 10 tadan 10 bitta ishladik deyishdi imtihonni. Siqilmasdan just have fun. Gazini bosingni, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Abdulaziz aka, Inha yaxshiroqmi, Sejon yaxshiroqmi? Sejonga endi kirdik-ku, hali bir qarorga kelish qiyin, lekin magistr borasida Sejon yaxshiroq deb o'ylayman. Bizning ekzamenimiz ikkita fandan, bitta fandan prezentatsiya. Birinchi investment teoriya fanidan уже o'tdi. Hopefully yaxshi topshirdik. Endi Pythondan. Sir qo'yingiz ham kimligingiz? Men Mohinur, Elyorning kursdoshi. Уже ikkinchi semestr birga o'qiyapmiz. Hamma bilganda, hammamiz Elyor kursdoshlarimiz. К сожалению. Elyor o'zim majbur qilyapti gapirishimiz uchun. Ismingiz nima sizni? Mama Regina. Mikrofonga gapiring. Regina. Gapiring, men shu yerda turaman, gapiring. Kursdoshimiz Sherzod. O'zim ishlayman. Sherzod. Timurgiz aralashmang. Assalomu alaykum. Imtihon haqida fikrlarim shunaqami? Vaqt haqida fikringiz? Nima desam bo'ladi? Yaxshi qiziq. Yaxshi. Bo'ldi, Sherzod gap. Xullas, imtihon haqida fikrlarim. Jim turing. Kesib Kesilmadi, qo'yildi. Bijir. Gapiring. Yo'q, bijir, yo'q, kesmayman. Gapiring Sherzod. Bo'ldi. Hop, imtihon haqida fikrlarim aytadigan bo'lsak, 5 minut emas, 10 sekund. men o'qigan narsalarni 50% tushdi. Abdulaziz aka, qanday bo'ldi imtihon? To'g'risini aytsam, har doimgidek zo'r bo'ldi derdim, endi o'rtacha. Assalomu alaykum, men Abdulazizman. Imtihon qanday bo'ldi imtihon? Imtihon yaxshi, xudo xolasa yaxshi kutib qolamiz, yaxshi javoblarni. Aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bormi? O'rtaga o'tiradi. Shu hammaga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan xalqimiz. Imtihon dahshat imtihon. O'tgan kecha kuni yorib chiqqanmiz statistiksdan. Bugun Pythondan keldik. Otabek Jo'rayev darsiga. Yirtamiz. Mana telefonlarni berib qo'yamizda, o'zimizni kallarimiz bilan ishlaymiz. Bu ko'rib turgan kursdoshimiz Mongoliyalik Telman. Sabalo. It means hello. My name is Phong. What does it mean?
It's no meaning. Yeah. ibrohim aka hozir bizada yana bitta kursdoshimiz akamiz bo'ladilar. Ibrohim aka qanday bo'ldi imtihon ingliz tilida? Imtihon men sinfda yo'q edim. Maza qilib uxladim uyda. Qaysidan tayyorlandingizmi? Yo'q, deyarli yo'q. Bir boshidan 50 ta, oxiridan 50 ta savol o'qib chiqqanman. Bu yoq tavakkal. Hammaga omad. Mani ismim Oybek. Elyor bilan birga 2 semestr bo'ldim. 2 semestrdan beri birga o'qiymiz. Nima haqida gapirish kerak? Imtihon qanday bo'ldi ingliz tilida? Imtihonga tayyorgarlik ko'rdik. Tayyorgarlik ko'rgan masalalarimiz tushdi. Hammasini ishladik. Xin chào. What does it mean? Xin chào. Mean hello. Hello. Hello from Vietnam. Okay, thank you. Men ismim Abrorbek. G'ofurjon bilan birga o'qiymiz. Bir oydan keyin O'zbekistonga ketyapmiz. G'ofurjon to'y bo'lyapti. Baxt tilaymiz. Bilaman. Ikkinchisi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? O'zbekman men o'zi. Bilmadim nimagadir inglizcha kelib gapirdi menga, hayronman. I hope that this semester I will receive scholarship and I will finish my research paper and I will survive in this semester. Imtihon jarayoni bo'ldi. Hozirgina tugatdim. Python fanidan imtihonimiz tugadi. Bu kunimizning ikkinchi imtihoni edi va ustozimiz esa Python kursidan oldin ham chiqqanlar videoga Otabek aka. Ustoz qisqacha o'zingiz fikrlaringiz bundoq semestr davomida qanaqa o'tdi? Imtihon u yo'q. Xo'p, bugun Python kursimizni yakunladik. 32 ta talaba imtihon topshirdi. Hammasi muddatidan oldin topshirganiga ko'ryapman. Demak, yaxshi o'qishdi deb umid qilaman. Va savollar qiyin bo'lmagan bo'lsa kerak sizlarga. Kanikul davomida ham, 2 oy davomida ham o'sha fanlarni tashlab qo'ymasdan o'zlaringni ustilaringda ishlab, sentyabrda hamma tustugal ko'rish nasib qilsin. Ismim Feruzbek, Sirdaryodanman. Bu yoqda ikkinchi semestrim hozir. Imtihonlar yaxshi, ertasi bo'ladi agar o'qisa unaqa qiyin emas. O'zbeklar ham bemalol ertasi bo'ladi yaxshi. Men Rahmon Bahodir, xudo xolasa shu semestr bitiraman. Imtihonda Xudoga shukr o'tilgan narsadan tushyapti, lekin qiyin bo'lyapti. O'qisangiz o'tasiz. Ishga yozilganda keyin men voy dedim ukamga, 95 kilodan dedim. Keyin professor indamadilar. Keyin okey dedim, ertasi kuni ertalabki borib, elar bu yoqda o'tiribdi, men bu yoqda o'tiribman. Elar deb baqiryapti. To'xtang, sizga bitta qulog'ingizga tegadigan gap bor dedim. Ammo xuddi men bilan o'tiribdi. Mahallada yoniga borib, elarga sizlarga gruppada bitta 95 kiloli bola bor ekan. Yo'q, men mo'g'ridinga qotib qolganman keyin ko'rib 5 olganman. Yeah, my name is Mung. I'm from Vietnam, and I've been here for more than 10 years. And I'm now a professor in the aerospace engineering department, but I'm taking the MBA program because I love it. Ko'rasizlarmi? Ham professor lekin biz bilan birgalikda maktablarni o'qiyapti. Hozir mana oxirgi darsimiz UBA Understanding Business Administration boshlanyapti. Indoneziyadan kursdoshimiz. Hello Sharon. Hi. You are from Indonesia, right? Yes, I'm from Indonesia. But your origins is Chinese, right? Yeah, I'm Chinese Indonesian. What do you think about the final exams, etc.? Final exams Yeah. here? Yeah. I think it's okay. I mean, like as long as you're trying hard, you learn everything, you can do it. So It should be fine. What are you expecting this semester out of like 4.5? Oh, my school? Yeah. Your expectations, I mean. I mean, 4.6? my GPA last time was like 4 point. Wait, 4 point like 5 is the max. max, Yeah. right? Oh, I got 4.4. So like. Oh, smart. So really, I should have to keep that up. Oh, Probably. pretty good, pretty good. Can you say anything in Indonesian language? It doesn't matter. Anything. But it has to be a little bit long. And then also translate it in English. Can you give me like at least a No, sentence? anything. For the camera. Anything. Oh, that's I already got hard. Vietnamese, Mongolian, Uzbek, Russian. Now you are the first one to speak Indonesian. Okay. Why is it hard? It's hard. What? A long sentence? We don't have a topic. It can be anything. Like halo, selamat datang. Semoga Ah, selamat datang ke Indonesia. And then like maybe apa kabar? Saya datang dari Indonesia. Silakan semua yang mau datang ke Indonesia boleh. Indonesia sangat menyenangkan. What does it mean? Like I'm from Indonesia. You guys are all welcome to come to Indonesia. Indonesia is a fun country. Oh, cool, cool, cool. And hello,
Can you please take a small video, please? Just a small one. It's okay to be shy. Yeah. Just 10 seconds. Hello? Your name? My name is Ben. I'm come from Vietnam. Vietnam. Can you say anything in Vietnamese? In Vietnamese? Yeah. Yeah. Anything. Can you say like hello, xin hello chào. people from Uzbekistan in Vietnamese? Xin chào mọi người từ Uzbekistan. Rất vui được gặp bạn. Uzbekistan is Uzbekistan? Yeah, it's Vietnam. It's called. Yeah, okay. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Hozir ko'ryapsizlar, sekin mana yig'ilishyapti, lekin bu yoqdagi hammadan olganman men video. Bo'lmasa ketamiz. Mug'irni ko'p gapirmang. Assalomu alaykum aka. Men so'ng Javohir Musarraf darsdamiz hozir. O'shanga sekinroq gapiryapman. Vietnamliklar prezentatsiya qilyapti. You can see here. So, hello everyone. In this presentation, we will be happy to present our project, which is called AI Center. And here you can see briefly our team members and also the executive summary. But since we have limited time, I don't want to go through them. No questions. Thank you. Good presentation. Thank you. Good luck in your business. Oh, make sure to pay us as well. Yeah. Yeah, we will pay. Thank you. Hozirgina Seuldan Incheonga kelib oldim. Soat 7 bo'lib qoldi. O'zi kechroq kelishim kerak edi. Oxirgi darsdan sal vaqtliroq chiqdim. Birinchi bu prezentatsiya qilganimizga xullas juda ham nima desa bo'ladi, zo'r, to'laqonli kun o'tdi. Ikkita imtihon topshirdim. Keyin prezentatsiya topshirdik. Hammasini ko'rdinglar menimcha o'zi sizlar video davomida. Вообще zo'r kun bo'ldi o'zi. Hammadan intervyu emas, hammani videoga olib chiqdim. O'zi men asosiy maqsadim ham shu edi. Aytganimdek 10 yil keyin, 20 yil keyin xohlagan kursdoshimiz mana shu videoni ochib yoki-da xohlagan obunachiimiz mana shu videoni ochib ko'rishi mumkin. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar kommentariy yozmoqchi bo'lsanglar, bemalol yozaveringlar. Kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlardan bemalol obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Va videoga ham like bosib qo'yish o'zingizlardan. Umuman majburiyat emas lekin. Bo'pti, Elyor gapni cho'zib o'tirma. U charchayotibsan. 24 soat bo'ldi uxlamayotganingga. O'chir videoni.